Diqqat, ta'ziya. O'zbekiston sport olamida og'ir judolik. Bugun Toshkent yo'lbarsi olamdan o'tdi. Oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik izhor etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, video rolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, o'zbek va jahon boksining afsonalaridan biri, Toshkent yo'lbarsi nomi bilan dong taralgan Rufat Rizqiyev 76 yoshida vafot etdi. Bu haqida O'zbekiston boks federatsiyasi xabar berdi. Rufat Asadovich Rizqiyev 1949-yil 2-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on shahrida tavallud topgan edi. O'zbek boks maktabining atoqli namoyandasi, jahon chempioni, Olimpiya o'yinlarining sovrindori, mashhur sportchi va murabbiy Rufat Rizqiyev afsuski bugun 15-avgust kuni 76 yoshida olamdan o'tdi. Oila a'zolari va yaqinlariga Allohdan go'zal sabr tilab qolamiz.